yana men, quyoshli olam. Bugun biz tabiatdagi eng muhim jarayonlardan birini, suvning qanday harakatlanishini o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mana bu dengiz. Quyoshning issiq nurlari dengizdagi suvni bug'latib, suv bug'ga aylanib, havoga ko'tariladi. Havodagi suv bug'lari bir-biriga qo'shilib, katta bulutlarni hosil qiladi. Bulutlar aslida juda ko'p suv tomchilaridan iborat. Bulutlar shamol yordamida bir joydan boshqa joyga ko'chadi. Ular tog'lar, o'rmonlar va dalalar ustidan o'tib ketadi. Bulutlar juda ko'p suv yig'averib, og'irlashib qoladi. Ular og'irlashib, o'zini vaznini ko'tara olmay qolganda esa yomg'ir yog'a boshlaydi. Endi suv yana yerga qaytib tushadi. Yerga tushgan suvlar soy va daryolarga yig'iladi. Ular yana dengiz va ko'llarga qaytadi. Suvning bu doimiy aylanishi hech qachon to'xtamaydi. Shunday qilib, quyosh suvni bug'latadi. Suv bug'lari bulutga aylanadi. Bulutlar yomg'ir yog'diradi va suv yana yerga qaytadi. Mana bu suvning tabiatda aylanishi deyiladi. Suvning bu ajoyib doimiy harakati bizning tabiatni toza va yashil saqlaydi. Ana shunday qilib, suv tabiatda aylana-aylana harakat qiladi. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.